Assalomu bizni kuzatib turuvchilar, hozir mana ixcham orqali shit teryapman. Elektromobilga yetkilayapti. Xudo bitkazib qo'yib, videosini ham joylab qo'yamiz. Mana Ergan akam hozir zaryadni qo'yapti. Shu mashinaga zaryadni o'rganyapman zaryadni qo'yishni. kuzatuvchilarimiz hozir mana gibrid avtomobiliga elektr stansiyasini, elektr zaryadni qo'ydik. Ixchamgina tashqi qilib shu avtomobilga qo'ydik hozir mana. Albatta katta shit qo'yish anaqa emas. Misol hozir bu egasi buni tepasiga chiroyli qilib ustidan anaqa tong bo'shatib yopib qo'ygan naves qilib.